Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sog'lig'i zaif bo'lgan bolalar va ularning xususiyatlari. Reja. Birinchi reja. Sog'lig'i zaif bolalar tushunchasi. Ikkinchi, ularning sog'liq holatini belgilovchi omillar. Uchinchi, jismoniy, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari. To'rtinchi, ta'lim jarayonida ularga qo'yiladigan talablar. Sog'liq zaif bolalar bu organizmida turli fiziologik cheklanishlar, surunkali kasalliklar yoki past immunitet tufayli jismoniy rivojlanishi faoliyati va sog'liq holati doimiy tibbiy pedagogik e'tiborni talab qiladigan bolalardir. Ular umumiy rivojlanish nuqtai nazaridan sog'lom bolalarga o'xshash bo'lsa-da, sog'liqni saqlash, ta'lim va tarbiyada maxsus sharoitga ehtiyoj sezadi. Ushbu toifaga surunkali yurak, nafas, buyrak, ovqat hazm qilish kasalliklari bor bolalar, allergik va immun tizimi zaif bo'lgan bolalar, tez-tez shamollaydigan, infeksiyaga moyil bo'lgan bolalar, endokrin buzilishlar, masalan, diabet bilan yashaydigan, tug'ma jismoniy yoki funksional nuqsonlarga ega bolalar kiradi. Ularning umumiy belgilariga quyidagilar kiradi: tez charchash, past jismoniy chidamlilik, stress, iqlim yoki yuklamalarga sezgirlik, ko'p shifokor kuzatuvi va dori qabul qilish zarurati, ba'zan psixologik sezgirlik, o'ziga ishonchsizlik, o'qish jarayonida tanaffus, yumshoq yondashuvga ehtiyoj. Ularning sog'liq holatini belgilovchi omillar: biologik va irsiy omillar, prenatal va perinatal omillar, surunkali kasalliklar, tashqi muhit omillari. Ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari. Jismoniy xususiyatlari: tez charchash, uzoq davom etadigan faoliyatda kuchsizlanish, past jismoniy chidamlilik, yuklamaga moslashishda qiyinchilik, tez-tez kasallanish, infeksiyalarga moyillik, surunkali kasalliklar ta'siri, harakat faolligining cheklanganligi, ba'zan bo'y va vazn rivojlanishining kechikishi, dori vositalarini muntazam qabul qilish zaruriyati. Psixologik xususiyatlari: hissiy sezgirlik, yuqori tez ranjish yoki xavotirga moyillik, o'ziga ishonchsizlik yoki tashqi bahoga haddan tashqari bog'liqlik, kasallik tufayli paydo bo'ladigan qo'rquvlar, xavotir, tashvish holatlari, ba'zan izolyatsiyaga moyillik, yolg'izlikni afzal ko'rish, motivatsiyaning pasayishi, ba'zan o'qishga qiziqishning pasayishi, tana harorati, og'riq yoki noqulaylik hissi psixologik holatga tez ta'sir qiladi. Qo'llab-quvvatlovchi suhbat, rag'bat, maqtovga kuchli ehtiyoj. Ijtimoiy xususiyatlari: do'stlar bilan munosabatlarda ehtiyotkorlik, passivlik, o'yinlarda va yoki jismoniy faollik talab qiladigan faoliyatlarda kam ishtirok, ba'zan tengdoshlar tomonidan bechora, zaif deb qabul qilinishi, moslashish qiyinchiliklari, yangi muhitda ko'proq vaqt talab qilishi, o'qituvchi, ota-ona va tibbiy xodimlarning ko'proq e'tiboriga ehtiyoj, ba'zan o'z sog'lig'i tufayli mehr-shafqat kutishi yoki haddan tashqari qaramlik hislari. Ta'lim jarayonida ularga qo'yiladigan talablar: individual yondashuv, yumshoq va moslashtirilgan o'quv yuklamasi, sog'liqni saqlash sharoitlarini yaratish, psixologik qulay muhit yaratish, jismoniy tarbiya faoliyatini moslashtirish, ota-ona va tibbiyot xodimlari bilan hamkorlik. Pedagogik tamoyillar: individual yondashuv tamoyili, faoliyatni moslashtirish tamoyili, bosqichma-bosqich rivojlantirish tamoyili. Bundan tashqari, hamkorlik tamoyili, oila, maktab va tibbiyot, rag'bat va qo'llab-quvvatlash tamoyili va so'nggisi inklyuziv tamoyil. Tibbiy yordam tamoyillari: tibbiy pedagogik monitoring, uzluksiz tibbiy nazorat, profilaktika tamoyili, davolanishga rioya qilish tamoyili. Hurmatli talabalar, shu bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.